Bizda yana bir operatsiyadan keyingi natija. Bemorimizda 2 oy oldin septoplastika vazotomiya 2 tomonlama endonazal gemotomiya amaliyotini o'tkazganmiz. Ularning asosiy shikoyati burundan yaxshi nafas ola olmaslik. 10 yildan ortiq vaqt mobaynida doimiy ravishda burun spreylardan foydalanib kelganda. Xo'p, demak, nafas yo'llari mana ochiq turibdi, chig'anoqlar. O'ng yuqori jag' bo'shlig'i mana ochiq turibdi. Demak, bu chap tomonlari yuqori jag' bo'shlig'i. Yaxshi, hozir hammasi joyida. Burun to'siqlari o'rtada turibdi, tekis turibdi. Tomonlarigacha ochiq. Nafas olish qiyinlashardi. Keyin umuman nafas ola olmay qoldim. Keyin sizni Instagramda topib, shu yerga keldim. Hozir ancha yaxshi, mazza. Rahmat sizga. Operatsiyadan keyin spreyni ishlatdingizmi yo'qmi hali? Yo'q, umuman ishlatmadim. Undan oldin doimiy foydalangansiz. Doimiy kuniga bitta, ikkita ketardi. Naftizin, Relaxin topilgan ishlatdim. Har kuni bor edi. Umuman ko'p edi, nafas olish qiyin edi. Hozir burun bitmayaptimi? Bosh og'rig'i? Yo'q. Yaxshimi? Zo'r. Xursandmisiz? Xursandman. Tavsiya qilaman hammaga. Shu yerga kelavering.